Mana nada kattalari bor ekan. Bular qanaqa aka bular zoti? Bular hozir Akdel bilan favorit ham bor, oddiy ham bor. Favoritni 15 kunligidan 35 kunlikgacha deyapmiz-a. 1 kunligidan 10 kunligigacha hammasidan bor. Mana haligi odamlar aytadi, "Qo'yasizlar, telefoningizni ko'tarmaysizlar." Mana kelinglar. 15 kunlik. Mana 15 kunlik. 15 kunlik. Bu ko'ringlar mana. 15 kunlik deyapman-ku. 15 kilo deverib ko'rganlar. Lekin akamizniki halol. Nimaga? O'zim kelaman, o'zim ko'raman. Aka bilan 2 yildan beri gaplashaman bozorda. Akamiz xudo xolisa aldanmaydi halol. Bozorda ko'pchilik odam so'raydi-da, suvga qanaqa deb. Mana shu ikkinchi etajda. Mana ko'rib turganingiz ikkinchi etajda jo'jalarini chiqarasiz, past etajda. Mana hozir mana suvlar idishda turibdi, masalan. Bemalol ichib ana qilishyapti. Mana hozir ular mana 10 kunlik akdellar mana. Mana 10 kunlik. 10 kunlik. Aloqaga chiqaman degan odamga 500 ta bor. Tayyor suvga tushadigan. Yerda ham yuraveradi, o'sha tayyor. Bular yerda ham yuraveradi, bemalol yuraveradi, bemalol. Bular necha kunlik dedingiz? 10 kunlik. 10 kunlik. Ona kattalari necha kunlik dedingiz? Hozir shanba kuni chiqqan. Bugun mana 25-chi chislovda 25-may. May. Shanba kuni chiqqan. Bugun dushanba. To'shni 10 kunlik bo'ldi bugun. Bular 10 kunlik bo'ldi. Kattalari 35 kundan tortib 20 kunligi ham bor. Endi misol eng kattasi 35 kunlik. Eng kattasi 35 kun. 1 kunlikdan tortib 35 kunlikgacha qilib beramiz. Endi puli har xil. Misol kelib ko'rsang, siz obunachilaringizga bonusi ham bor. Narxini ham tushib beramiz. Kelishgan holatda. Undagi 10 kunliklarni necha pul berasiz favoritlarda? 10 kunlik favoritda 28 ming qilib beramiz. Ta'minni qilib berasiz. Yo'q, favoritni emas. Akdelni qilib beramiz. Akdel. Ha, Akdelnimi? 10 kunlik favoritda 15 ming so'm qilib beramiz siz obunachilaringizga. Bir bomba bo'lsin. Mana haqiqiy 15 ming so'mdan 10 kunlik. Obunachilar yana bitta narsani aytib qo'y. Bu akamiz mana oddiy o'rdak, qora o'rdaklar ichida yurgan ekan. Buni chaqishgan. Men tushuntirib o'tay. Bu jo'ja bilan, qora o'rdak bilan akdelni ajratish oson. Nimagaki akdelni qorasi bo'lmaydi. Akdel oppoq bo'ladi. Ana shu ichiga qo'shib yuborgan. Atay oqlarini alohida mana bu yoqda hayotgan. Bu yoqda ko'rsatib o'tdik. Ko'rdinglar mana bu qora o'rdak akdel ichiga qorasini qo'shib bahsi bo'laverar ekan. O'zingizlar ham ajrata olasiz. Hozir qarang, mana shu akdel bilan favorit qora o'rdak chaqishgan-da mana. Bular chaqishgan. Bu oyog'ini ko'ryapsizmi? Katta. Oyog'i ham katta o'rdak bilan bir xil. Ha, katta. Yo'g'on. Ammo yo'g'onligi ham yo'q. Gibridni ham bor ekanda sizda. Gibridni, shu o'zimiz tuxumga deb gibrid qildik. Tuxumini bir yil olib ko'raylikchi. Bo'lashda deb maqtash o'tashga qo'shib. Lekin siz aytib deb sotasiz, bunisi gibrid bo'lsa, akdel, bunisi tozazot. Oddiyni 1 kunligidan ajratamiz. Oddiyni 1 kunligidan o'zingiz tajribangiz bor. Bu favorit so'raganga favorit beramiz, akdel so'raganga akdel beramiz. Hali qo'shish yo'q bizda. Oddiyni. Mana. Mana shu 2 haftalik 10 ming qilib beramiz. Siz obunachilarga. Kattalikda 10 ming. Oddiy. Kattalikni qarang. 10 ming so'mdan kattalikni bozorda aka 10 kunligini 14 ming sotishadi. Endi bu yerda akamiz o'zimiz ham bozorda yuramiz, 15 ming sotamiz. Mashinaga kelganlarga 10 ming qilib beramiz. Men obunachilarimga siz uchun obunachilar. Bo'laman. Sizlar uchun baraka qilib qo'yapman. Bo'ldi, 10 ming so'mdan qilib beradi xolos. O'zingiz emasmi? Bu ham tuxumga, go'shtga. Go'shtga bo'lmasa ham tuxumga, lekin pastani tug'adigan. Qishda bemalol oilangiz bilan tuxumini yesangiz bo'ladi. Qor yog'ishiga tuxumga kiradi. Favorit ham, akdel ham hammasi qor yog'ishiga tuxumga kiradi aka. Buni sezoni o'zi qaysi fasl? Ko'pchilik qishda deydi. Boshlanadi deydi. So'l sezoni endi sentyabrdan keyin ko'p odam endi oladi. Misol 100-200 ta olaylik. Hozir ham staloylar 100-200 ta so'y berayotganlarimiz bor. Buni sezoni 12 oy sezon bo'lsa kerak. 12 oy. Tuxum yo'nalishi-chi? Tuxum yo'nalishi mana yanvarda kirgan, hali to'xtagan yo'q. Hali qishdan boshlaydi. Yemishini yaxshi bergan hisobimizga o'rdagimiz tulatmayapmiz. Tulatmagan hisobimizga tuxumni olyapmiz. Mana obunachilar akamizga bemalol bisot pastda raqamlarini qo'yib o'tib ketaman. Favorit deysizlarmi, akdel deysizlarmi, o'zingiz messengerda deysizlarmi, akamizga aloqa chiqarasizlar. Akamizda universal ekan. Bitta akdel yo bitta favorit emas, 3 xil, 4 xil o'rdaklari bor ekan. Indisga desanglar, indisga ham topib beraveradi akalar.
Bozorlarga ham chiqadi. Aka, Andijondanmiz. Qaysi bozorga chiqasiz? Shuni ham obunachilarimga aytsangiz, misol bozorda ko'rib ham, aka biz mana 7 barakadan ko'rganmiz, manchadan qilib beraman degansiz deb aytib kelib qolishdi. Endi biz Qo'rontepaga chiqamiz, Xo'jaobodga chiqamiz. Bulovoshiga boramiz, Bulovoshiga ham chorshanba kunida boramiz. Dardaqqa chiqamiz. Dardaq o'zimizga yaqinligi uchun. Bitta Jalaquduqimizga Qo'rontepaning bozori bilan bir kunlik bo'lib qo'yamiz, Jalaquduqqa chiqamiz. Ha, Jalaquduqqa chiqamiz. Bozor bir kunda bo'lib qoladi-da. Ularga yaqin kelsa ham bo'laveradi. Kelsa bo'laveradi Jalaquduq. Endi o'zimiz Jalaquduqmiz. Jalaquduq qaraymiz. Misol mashinlarda qilganda hamma fermangizga kelsa ham sotaverasiz. Fermaga kelsa tanlab olsin deyapman. Ayniqsa fermaga kelsin, 10 kunlik, 5 kunlik, 20 kunlik, 1 kunlik ko'radi-da. Ko'rib maza qilib oladi. Kattasini deydimi, kichik. Ko'p odam hali suvga tushadi, netadi, kattasini bering deb turib oladi. Shuning uchun aytaman, kim telefon qilsa aytaman-da, kelinglar, olinglar, ko'rib olinglar deyman. O'zinglar dastavka qilib olasiz. Qilaramiz. Mana misol Toshkentga dastavka qilyapmiz 2 kundan beri. Misol 50 tani o'zi yo'l kirasini bo'ladi akamiz. Olib olib. Yana bir hafta oldin zakaz qilganlarda uni olib borib bergandan keyin zo'r kattayapti. Ya'ni 30 ta emas, 50 ta jo'natib bering deyapti. O'z yo'l kirasini o'zim beraman dedi. Masha aka ham ko'rib tursa aytadi. Misol sizga kommentariyga yozadi. Aka 399 mingta YouTube'imizda obunachimiz bor. Agar ko'radi, xudo xolasa, ko'rsa, mana akamizni Angrendan jo'natdik, 50 ta kecha jo'natdik. Angrenga yo'l kirasini o'zi to'laveradigan bo'ldi, chiroyli qilib idishlar solib berdik. O'zi bir dona ham o'lmayapti, netmayapti deb o'zi telefon qilib aytib, ana qildi. Mana misol ko'rib tursa, o'zi ham aytadi. Anaqasi yo'q akami. Masha fermada bor. Nechta desa, qancha desanglar mana bor. Qancha desa bor. Bu haliga bitta ikkita emas, mana bugun sizga bir bomba bo'lsin deb aytdim. Bomba lekin yo'q. Hayron qoldim. Chizib olsam, bir Jalaquduqda bitta qilib chiqaradigan video qilamiz deb niyat qiluvdik. Hozir atroflarni chizyapti. Fermamiz to'liq tutgan yo'q. Xudo xolasa to'liq tutsa, mana Jalaquduq tumani Oyim qishlog'idamiz. Jalaquduq tumani Oyim qishlog'ida. Obunachilar akamizga xudo xolasa bemalol telefon nomerlarini sizlarga beramiz, qo'yib qo'yamiz pastga. Telefon qilaverasizlar. Keyin aka, ko'pchilik uzoqdan turib ham telefon qilsa, undaligi dastavkasi kelishuv asosida bo'ladi. Misol Andijon ichiga dastavkasi tekin. Andijon ichiga dastavkasi tekin. Nechtaga? Nechtaga olasiz misol? Misol 50 ta 60 ta oladigan bo'lsa ham, misol jo'natib olib borib beramiz. Endi men olib borib bermasam, kim olib borib beradi, bo'lmasa bir taksiyami eplaymiz. Jo'natib qo'liga yetkazib beramiz. 50 ta 60 taga Andijon bo'ylab. Vodiy bo'ylab bo'lsa-chi? Endi vodiy bo'ylab bo'lsa, yo'l kirasini kelishuv asosida. Kelishuv holatda. Kelishuv asosida bo'lsa, endi o'rdakka qaraymiz. Agar ko'proq oladigan bo'lsa 50 kunlik ham qilamiz. Nimaga desangiz, bu dehqonchilikda. Albatta aka. Hali sotib olib, bugun sotib olib ertaga hali foydalanishga emas-da bu. Misol o'zimizniki, misol 30 ming sotsak ham o'zimizga qoladi. Misol 20 ming sotsak ham o'zimizga qoladi. Albatta. Bu hali unaqasi yo'q. Obunachilar mana akamiz oldiga xudo xolasa fermasiga keldik. Bemalol akamizga aloqa chiqarasizlar aka. Sizga ham xudo xolasa rahmat. Fermangizni ko'rib meni ham dilim quvnadi. Akalar, o'rdak kerak bo'lsa, sottori kerak bo'lsa, Akdel, Favorit akamizda bor. Oddiy o'rdak desanglar, mana oddiy o'rdak ham bor. Akamiz universitet ekan. Bitta zot, ikkita zot, uchta emas. 3 ta zot bor ekan. O'zimizni gibrid ham qilib chiqarib qo'ygan ekan atestlar uchun. Akamizga bemalol aloqa chiqarasizlar. Aka xudo xolasa chiroyli narxlarda xalqda tuxumini, go'shtini, jo'jasini yetkazib berganingiz uchun avvalo sizga rahmat aka. Nimaga bu ham 7 xazinani biri. 7 baraka kanaldan bekarga kelganimiz yo'q. Akamizni o'zim ham 2 yildan beri taniyman. Akamiz bilan gaplashganman, birovni aldamagan. O'zim ham aloqa qilganman, o'zim ham jo'ja boqaman. Akamizdan 2 yildan beri jo'ja olaman, lekin men ham bir marta meni aldamagan, lekin xalqni aldamaydi. Obunachilar, xudo xolasa, bemalol akamizga aloqa chiqarasizlar. Like, podpiskani bosib, kanalimizga obuna bo'linglar.